Men boshqa offlayn magazin ochmayman deb qaror qilgandim. Magazinimni yopganimdan keyin shunaqa qarorga kelgandim. Kelinglar o'zi nimaga magazinimni yopganim haqida aytib beraman. 3 oylik Telegramdan topgan pullarimni yig'ib, 16 yoshimda magazin ochganman va o'sha paytda menda hech qanaqa bilim, tajriba bo'lmagan, hatto joyni ham noto'g'ri tanlab qo'ygan bo'lganman. Savdo baland bo'lmagani uchun yopishga majbur bo'lganman. Agar sizni qo'lingizda pulingiz bo'lsa, magazin ochaman deb yurgan bo'lsangiz, shoshilmang. Yaxshisi Telegramda kanal ochib, unda savdo qilib ko'ring. Mijozlar bazasi yig'ilgandan keyin offlayn ochsangiz bo'ladi. 2025-yil 1-iyunda Almarias Telegram kanalini ochib, unga 15 mingtaga yaqin auditoriyani yig'ib, tayyor qilib qo'ygandim. Keyin biz natural kosmetikalarni sotishni boshladik va bizning ishimiz zo'r bo'lib ketdi va shu darajada zo'rki, $100 bilan boshlangan biznes $30,000 оборотga erishdi. Va onlayn magazin ochib, unda mahsulotlarni, xizmat ko'rsatishni, sotishni Telegram noldan kursimda o'rgatishga tayyorman. Kursimni xarid qilgan har qanday o'quvchiga jarayon kundaligimni sovg'a qilmoqchiman va ularni hayotini tartibga keltirishda yordamchi bo'lmoqchiman. Hoziroq kommentariyaga puls belgisini qoldiring va kursim haqida batafsil ma'lumotni qo'lga kiriting.